Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun hafta kuniga dushanba 2026-yil 13-iyul. Biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkalarini boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Kanalimizda yangi bo'lsalaring, ekranlaringdagi o'ng tomondagi, ekraningizning o'ng tomondagi obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, badishkada bo'lib turasizlar. Hop, bugunga bir 6 ta 7 ta xunojin keldi. Shularda hozir video obzorini qilib beramiz. 7 ishtisoliklari sinovdan o'tyapti. Xudo xolasa yaxshi somon terib beryapmiz. Hammasini yeb ichishi yaxshi. Bo'y bastilari ham xudo xolasa yemga tayyor variantlaridan narxini ham xudo xolasa qo'ldan kelganicha bomba qilib berishga harakat qilamiz. Hop, orqa tomondan ko'rinishi mana. Hozir oldi tomondan ko'rdilaring yeb ichishlarini. Hammasi kelishgan yaltirag'on hozir. Bo'y bastilari ham birdan baland, 1.5, 1.10 shunaqa hammasini bo'yi. Xudo xolasa narxlarni ham qo'ldan kelganicha bomba qilib beramiz. Hozir bir qo'l ko'rib olinglar mana. Hamma yo'g'i joyida, ayb nuqsonlari yo'q. Yemga tayyor variantlaridan. Demak, boshladik. Narx bo'lini ko'p kutilmagan holatda narxini aytib o'tamiz. Mana shu ikkala xunojinda mana bo'ylari 1.5, 1.10. 7 ishtilari ham o'ta zo'r. Mana bu aroqsa. Ekalasini bir joyga olaman deydigan odam bo'lsa, mana bu yem yeb turgan sortidan. Bu ham zo'r, kuragi yo'q, lekin kamchiligi yo'q. Hamma yo'g'i joyida, etivoshi ham joyida. Bir joyga olaman degan odamga 11 million so'mdan qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo tekin boshqa viloyatlarga kelishilgan holda. Mana bu aroq, lekin buni ham yeb ichishi zo'r. O'zi keltirib beraman degan odamga tavsiya qilamiz. Mana shu ikkala molni 11 million so'mdan dastlabki xizmatlari bilan qilib beramiz. Mana bu xunojinimiz 12 million 700 ming so'm. Kuragi bor, yem yeb turgan variantidan yaltirayotibdi. Xudo xolasa bu ham zo'r, 12 million 700 ming so'm hurmatli obunachilar. Bo'ylari 1.10 plus mana bu ikkala xunojinda toza variantidan 1 yoshdan o'tgan. Yemlasa ham bo'laveradi. Sigir qilib olaman degan odamga ham mana shu mollarni tavsiya qilamiz. Arqa oldi kelishgan kamchiliklari yo'q. Narxi keladigan bo'lsa 14 million 800 ming so'mdan qilib beramiz. Dastlabki xizmatlari bilan vodiy bo'ylab. Ko'rib turibsizlar, xudo xolasa narxlar qo'ldan kelgancha yengil qilib beryapmiz. Haligi bozorga chiqib yurgan odam bo'lsa, siraz biladi narxni aytganimizda yo'q. Biz o'shan narx aytganimiz yo'q. Mollarimiz Qashqadaryo yoki Surxondaryo, Voha tomondagi emas, o'zimizning vodiyning mollari. Nima tashlasalar ham yeyveradi. U tomonlarning moli ham yaxshi, lekin qaydiki deb so'rasalaring, o'zimizning vodiyning mollari bular. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqishlaring mumkin. Hop. Manzillaring yaqinroq bo'lsa, tepasiga kelib olsalaring yana ham yaxshi bo'ladi, chunki telefonda kattaroq ko'rinishi mumkin, lekin bo'ylarini to'liq aytiladi, bo'y bastilarini o'lchab olaverasizlar. Mana bu ikkala xunojinimiz, bular ham zo'r variantidan, ayiq polvon, oyoq qo'li uzun. Zo'rdan keldi. Jupiga olaman degan odamga 23 million 500 ming so'mga dastlabki xizmatlari bilan qilib beramiz. 1.10, 1 plus bo'ylari 1.5 ga olaverasizlar mana busini. 23 million 500 ming so'mga qilib beramiz. Alohida savdo desalar, mana busi 12 million, narigisi 11,5 million so'm. Bularda ham 7 ishtilari zo'r, kamchiliklari yo'q. Siloska yoki dalaga imkoniyati bor odam olsa, xudo xolasa zo'r o'zgaradi. Hamma yo'g'i joyida, chunki sababi 7 ishtilari yaxshi. Shuning bilan bugungi video syomkalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Oilalaringga, qilayotgan ishlaringga, chorvalaringga Allohdan fayz baraka tilab qolamiz. Yaxshi kunlarda uchrashlik siz va bizlarga nasib bo'lsin.
Videolarimiz so'ngida eslatib o'tamiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, podpishkada bo'lib turasizlar. Xudo xolasa hozir yaxshi o'zgarish, YouTube'dan ham ancha obunachilarimiz qo'shilyapti. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.